Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yoz faslida chaqaloqlarda ich ketishi sabablari va uni oldini olish usullari haqida gapirib o'taman. Demak, boshladik. Yoz faslida chaqaloqlarda ich ketishi, ya'ni diareya, eng ko'p uchraydigan muammolardan biri hisoblanadi. Chaqaloq organizmi hali to'liq rivojlanmaganligi sababli suyuqlikni juda tez yo'qotadi. Ayniqsa 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda ich ketishi xavfli bo'lishi mumkin, chunki qisqa vaqt ichida suvsizlanishga olib keladi. Yozda chaqaloqlarda ich ketishining asosiy sabablari quyidagilardan iborat, ya'ni birinchi navbatda bu virusli infeksiyalar. Yoz oylarida rotavirus, norovirus va boshqa ichak viruslari tez tarqaladi. Bola virusni iflos qo'l orqali, yuvilmagan o'yinchoqlar orqali, kasal odam bilan aloqa qilganda, ifloslangan suv yoki oziq-ovqat orqali yuqtirishi mumkin. Buning belgilari esa tez-tez suyuq ich kelishi, qayt qilish, isitma, ishtahaning pasayishi. Ikkinchi navbatda esa bakterial infeksiyalar. Issiq havoda ovqat tez buziladi. Agar bola buzilgan sut mahsulotlarini iste'mol qilsa, noto'g'ri saqlangan ovqatni yesa, iflos suv ichsa, unda salmonella, shigella kabi bakteriyalar ich ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi sabab esa qo'shimcha ovqatni noto'g'ri tayyorlash. 6 oydan keyin qo'shimcha ovqat beriladigan bolalarda idishlarning yaxshi yuvilmasligi, ovqatni uzoq vaqt issiqda qoldirish, meva va sabzavotlarni yaxshi yuvmaslik ich ketish xavfini oshiradi. Keyingi sabab esa issiq havo ham bo'lishi mumkin. Yozda bola ko'p terlaydi, organizm suvsizlansa, ichak faoliyati ham buzilishi mumkin. Antibiotiklar ham ich ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi antibiotiklar ichakdagi foydali bakteriyalarni kamaytirib, diareyaga sabab bo'ladi. Ovqatga moslashish davrida ham bolakayning ichi ketishi kuzatilishi mumkin. Yangi ovqatlar kiritilganda ayrim bolalarda demak ich ketadi. Ich ketishining asosiy belgilari: kuniga 3 martadan ko'p suyuqni najas qilishi, qornining dam bo'lishi, bolaning bezovtaligi, ishtahaning pasayishi, qayt qilish va ba'zi holatlarda isitma ham bo'lishi mumkin. Boladagi eng xavfli asorat bu suvsizlanish hisoblanadi. Quyidagi belgilar kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak, ya'ni ko'zlari ichkariga botib ketsa, lab va og'izi qurisa, yig'laganda ko'z yosh chiqmasligi, siydiqning kamayishi, taglik uzoq vaqt quruq qolishi, bola juda lanj bo'lib qolishi va emishni rad qilishi. Ushbu holatlarda uy sharoitida nima qilish kerak? Albatta, onajonlar emizishni davom ettiring. Agar bola ona sutini emayotgan bo'lsa, emizishni to'xtatmaslik kerak. Ona suti nafaqat oziqlantiradi, balki immunitetni ham himoya qiladi. Suyuqlik berish. 6 oydan katta bolalarda shifokor tavsiya qilgan og'iz orqali regidratatsiya eritmasi, masalan, regidron oz-ozdan tez-tez ichirilishi mumkin. Qo'shimcha ovqatlar, yengil hazm bo'ladigan ovqatlar beriladi. Masalan, guruch bo'tqasi, banan, kartoshka pyuresi kabilar. Aslo yog'li, achchiq va gazli ichimliklar berilmaydi. Qachon darhol shifokorga murojaat qilish kerak? Bola 6 oydan kichik bo'lsa, qon aralash ichi kelsa, qayt qilsa, yuqori isitma bo'lsa, bola ichmasa yoki emmasa, suvsizlanish belgilari paydo bo'lsa, ich ketishi 2-3 kundan ortiq davom etsa. Ich ketishini oldini olish uchun albatta qo'llarni sovun bilan tez-tez yuvish kerak. Faqat toza yoki qaynatilgan suvdan foydalanish kerak. Meva va sabzavotlarni yaxshilab yuvish, ovqatni muzlatgichda to'g'ri saqlash, tayyor ovqatni issiqda uzoq qoldirmaslik, emizik, shisha va idishlarni steril saqlash, bolani faqat toza idishlarda ovqatlantirish, kasal odamlar bilan aloqani cheklash, imkon qadar ona suti bilan emizishni davom ettirish, chunki u ichak infeksiyalaridan himoya qilishga yordam beradi. Yoz faslida chaqaloqlarda ich ketishining asosiy sabablari demak viruslar, bakteriyalar, iflos suv yoki ovqat, gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik va issiq havodir. Eng katta xavf bu suvsizlanish. Shu sababli bolaning holatini diqqat bilan kuzatish, yo'qotilgan suyuqlikni o'rnini vaqtida to'ldirish va xavfli belgilar paydo bo'lsa, kechiktirmasdan shifokorga murojaat qilish lozim. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.